Вот mashinam men 2017-yil, lekin bitta mashina zbor yuk bilan, bitta yuk bilan borib keladigan, 2 reysa topadigan pulini hamma 1 reysa topsa kerak. Boshida optik qorada chiganlar, xullas boshim вообще buron bo'lib ketdi. Voy, pirsep top ketib qolyapti. Xullas orqa shabada bo'lib, jigarlar уже boshlanibdi. Yengil mashinasi ham, katta mashinasi ham. Давайте, спасайте нас. Мам, подожди, мам. Zачем это man подождите deyapti bu? Yana bitta muammo ko'paydi. Havo to'plamayapti. Xullas Rossiyadagi oxirgi zapravkamni damlayapman. Вообще sovuq. Qo'lim muzlab qolyapti даже. Hech kim yo'q. Har narsa qilib ko'rdim, foydasi bo'lmayapti. Nima qilsam ham? Moshinani tashab, bu aka bilan spirt olgani yoki jiddiy olgani ketyapman. Eng alam qiladigani bitta ham o'zbek mashina to'xtamadi, kelyapti. Rossiyadan ham gapirdim, javob bermadi. -19 gradus. -4 Одинцово Moskvadan hammalarga assalomu alaykum. Qisqami, uzunmi, ko'pmi, ozmi, xullas qanchadir muddatdagi tanaffusdan so'ng yana kamerani yoqib video olishga shaylandim. Sababi shunaqa atmosfera, top-toza havo va bundan keyingi problema, muammolar sizlarga yetib bormagan mavzuli gaplar bo'lishi mumkin deb yana kontentni boshladim. Xudo xolasa safarimiz Moskvadan O'zbekistonga qaytamiz. Faqat bitta yuk bilanmiz. 8 ta 9 ta dagruz yuklar bilan qaytamiz. Odatda oddiy shoferlar bitta yuk bilan keladi, 20 tonna bitta yuk bilan qaytib ketadi. 10-15 kun vaqt ketadi. Bizda naborot 5-6 ta, 7 ta, 8 ta, может 10 tadan oshib ketishi mumkin. Shunaqaga to'g'ri keladi. 20 kun, 25 kun vaqt ketadi. Hozir Podmoskva Одинцовоda turibman. Shu joyda qaysi bitta joyda sklad bor. Telefonimni ko'tarmayapti. Zagruzka qilishim kerak hozirga. Kecha bitta joydan yuk yuklaganman. Mayda-chuda uni hosilaga ko'rsatib o'taman. Moskva Ximki Sxodnedan xullas shu yuklarni yuklaganman. Mana shu ikkita paletida bitta yiqiganman-da. Orqasida mebel, 4 ta paddon bor. Xullas shunaqa. Bularning dokumenti отдельный, bu oladigan yukimning dokumenti отдельный. Bu yerdan ham ko'p yuk chiqmaydi. Ozgina yuk yuklayman. Krasnogorskiyga boraman, rulonga, M9 trassadagi Krasnogorskiydan rulonni yuklab, yana Moskvaning 2-3 ta joylarida yukim bor. Shularni ham polni yuklab turib, oxiri Nijniy Kazanda to'lamiz. Haqiqiy jaydaricha o'zbekcha bir qiyinchiliklarga, bir ma'lumotlarga boy kontentlarni sog'ingan bo'lsanglar, videoni o'tkazib yubormasdan ko'rishinglarni tavsiya berardim. Chunki sizlarga qiziq joyi, videoning qiziq joylari sizlar o'tkazgan joyda o'tib ketishi mumkin. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, videoning oxirida kommentariyada ham yozib qoldirsanglar bo'ladi. Hammasiga birma-bir javob beraman, xudo xolasa. Вот mashinam men 2017-yil, prinsip ham 2017, o'zimniki emas, oddiy shoferman. Firmaniki ham emas, oddiy bitta odamning собственный mashinasi. Tak shunaqa gaplar. Eski auditoriyamga ham, yangi auditoriyamga ham hech mashinani ichini obzor qilib bermagan ekanman. Samasvaldan boshlab kuzatadiganlar bor, meni sizlarga hozir qisqa qilib obzor qilib beraman mashinamni. Odatdagi hammani mana bilan bir xil bo'ladiganman. Birinchi taraf Spanniy, passajir taraf. 2017ligi uchun 16-15 eski yipskalarga nisbatan ba'ziga joylari qulayliklari bor. Ot Xaladeniyda mana shu joyda xon taxtasi bor, o'zini yana qanaqa qulayligi bor. 2017 ga nisbatan mana yuklari ponni, mana climate control pult ochiladigan, xullas shunaqa. Chicha besparatga ko'rinayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Shunaqa. Tak, bu yerda dokumentlar, planshet, yana boshqa narsalar turadi. Dorilar bu yerda ham shunaqa. Bu yerda oziq-ovqat, kartoshka, partoshka, rolton, polton shunaqa narsalar. Bu yerda kiyim-kechaklar. Xaladeniyda unaqa ko'p narsa ham yo'q. Zavtrakka ishlatiladigan narsalar turadi asosan. Xullas shu jigarlar. Sanaga ko'ra bugun 10-dekabr soat 17:38 bo'libdi. Bu O'zbekiston vaqtida qolib ketgan, hozir Moskvada 13:38. 1 soatdan keyin mana shu yerga pogruzkaga kiraman. Soat 4:30gami kirsam bo'laveradi degan, xullas. Mana shu yerda bitta sklad bor ekan. Men birinchi marta kelishim. Rus tilini yaxshi o'rganish kerak ekanda, bilib qaranglar. Xohlasang chap taraf bilan yurib kel, xohlasang to'g'ri bilan yurib ketdi. Balonim aylanib qoldi, to'g'ri bilan yurib keldim. Shu payt aytgan ekan, chap taraf quruqroq, to'g'ridagi yo'lga nisbatan degan ekan. Voy. Bular kirobgani qo'shdim-da, bosdim endi. Voy bile. Balonim aylanib zo'rg'a burilib oldim. Shunaqa kompaniyalar bor ekan Angarda. Mana shu bitta zdaniya qaysidir nimaniki dedi.
Поверните налево. Navigator chapga ko'rsatyapti. Chapga yo'l yo'q-ku. Xullas hozir mana yerdan pogruska qilishim kerak, divan mebellarni yuklashim kerak. Mana yerga mana bu mashinani qo'yib, egasi Afrika, Kubaga tomogani ketib yoribdi. Na hozir orqaga yurib chiqib keta olmayman, aylanib qolyapti. Mana bu taraf uklonda. Na bu yoqqa burila olmayman, mana yerim tegib qoladi. Tak что qish shunaqa birinchi yukim o'zi ham hali ichida pashti yukim yo'q edi. Boshlanish yuklarim shunaqa kasha bilan boshlanyapti. Tak shu yukdan 34 ta bor ekan, bu yerda ancha yukli ko'p ekan mebellar. Ishoninglar, mana shu yarimidan по-моему o'tsa kerak. Chunki hozir ichkariga kirib ko'rib chiqdim, yuklashni boshlashdi shuni. Qani ko'ramiz, qancha yukimiz bo'ladi, qancha qoladi. Hamma yo'g'ini hisob-kitobini chiqaramiz, yuklash bo'laversin. Xullas bularga nima yuklasang ham zichlab yukiz ber. Menga bu tarafdan u yoqqa o'tmasin desam, mana korobkalar qilib, upakopka qiluvdi. Уже soat 1 bo'lib ketdi kechqurungi. Shularni kutdim, hozir upakopka qilish bo'ldi. Polni endi yuklashadi mana shu yerdan boshlab. Bular hali menda chudasi, ya'ni narsasi bor. U tepaga ham taj tiqqanman, 9 tami, 10 tacha stolini tiqqanman, mana bunaqa stolini. Idealshi bor, xullas. Говорил про... Да. Вот так просто лежа, ставь его, нужно, да. О. Еще один сюда. Да, рядом вот так. Вот, все, хорош, брат, хорош, все, охуенно. Все четкий, брат. Да? Четкий, все. Charotchi jigarlar yuklab chiqib oldim. Bir narsa qilib eplab yurib, soat O'zbekistonda 4 bo'ldi. Bizda 2 bo'libdi. O, bilay. Endi Krasnogorskga boramiz. M9 trassada. Vietnam eplab burilib olish kerak. Voy, bilay. To'xtashga haqqimiz yo'q bunaqa joyda. Oy, bilay, yonboshim chiqib ketdim. Yo'q, yaxshi kelyapti. Ertalab deyapman. Уже почти 2 soatdan keyin soat 3 bo'ldi. 1 soat yuribmanmi yo'l shunaqa. Mana shu yerdagi skladdan rulon yuklayman. Примерно bir 100 dona bo'lsa kerak material. Bu yerga oldin ham kelganman. Mana shu skladdan yuklanadi. Kechqurun yetib kelgan pogruzkamga kirdim, mashinani lampaga hozir joylashtirdim-da. Endi yuklash uchun ichkari kirishim kerak. Mana xullas mana shunday qilib yukladim. Qaranglar, endi sal cho'tki bo'lib qoldi. Mana yerga yuklarim bor, oz qoldi. Xudo xolasa shularni olib to'ldirib olsam, dальше ketamiz O'zbekistonga qarab. Yo'l-yo'lakay yuklarimni terib ketaman. Tak что shunaqa. Qo'l qo'yib berishim kerak anonsiga. Endi mashinani lampadan olib chiqib, orqalarini yopib olamiz. Domodedovoda 10 kilolik yuk bor. Bugun uspet qilib borsam, Moskvadan chiqib ketaverardim. Qorlar yog'ib, muzlamalar bo'lishdan oldin, o'ta strashnisi bo'lishdan oldin O'zbekistonga yetib olardim. Hujjatlarni olib Domodedovo tarafga qarab yo'lga chiqdim akalar. Mana boshqa joylarda to'shni qilib zo'r qilib ko'rsatib qo'ygan. Mashinamni 4 metr, 4,5 metr qilib kirgizganman navigatorga. Mana znak bor, qaranglar, bo'lmasam shu yerdan mana shu yo'lga o'tib, mana bu yo'lga o'tib bunday qilib nariga yo'lni u tarafiga chiqib olsam bo'ladi. Lekin hozir bu dars chiqib turib 6 kilometr, 5 kilometrdan keyingi navigator nimani ko'rsatyapti? Razvorotni. Shu yerdan burilib kelishdi.
Yaxshi, agar bu zinak bo'lmaganda yokida men o'zim qaramay qo'yganimda kirib ketishim mumkin edi shu yerga. Karta bo'yicha tushuntiradigan bo'lsam, mana ko'ringlar, Krasnogorskdan через MKAD Domodedovo tarafga qarab mana yuryapman. Mana hozir MKADdaman. 5 ta palasali, undan keyin M4 da adashmasam platniy yo'lida Domodedovo trassasi ko'ramiz. Platniy yo'l, lekin ana shlagbaum bor. Qanchadir nimadan kelgan, Skatdan keyin Moskvani dalish tashqarisidan keyin pul oladigan joy bor. U yergacha uje u trassadan boshqa yo'lga o'tib olaman men. U yerga yetib bormasdan unday xolasi. Yuk topib istash, qanaqa gaplashish, dogovor qilishlar bo'yicha men aralashmayman jigarlar. O'zi shu bilan shug'ullanadigan, tagruz bilan shug'ullanadigan odamlar bor. Shular gaplashib hamma yoqda tayin qilib beradi. Men просто yig'aman, teraman. Asosan eski o'zimizning klientlar hammasi. Krasnogorskga ham har reysda kelaman. Oldin ham daji ko'p kelganman. Menda sherilarim ham bor, sherilarim ham keladi. Boshqa yuklar ham daji mana birinchi sxodniga borganman, u yerga ham juda ko'p boramiz. Tak что shunaqa. Agar mabodo kommentariyada yuk qayerdan istaysiz, qanaqa dogovor qilasiz, nech pulga oldingiz deydiganlar bo'lsa, puliga ham qiziqmayman, to'shniga, lekin bitta mashina zbor yuk bilan, bitta yuk bilan borib keladigan, 2 reysa topadigan pulini hamma 1 reysa topsa kerak. Shu asosan. M4 ga chiqib oldim, platniy yo'lga, 4 ta palasali, tezlik 90. Takansa bosamiz. Hozir 11 km, 10 km-dan keyin 10 ga burilaman. Shu yerdan halim kichkina yukimni, 10 kilolik yukimni olib chiqib olaman. Hozir mana shu joydan yuklashim kerak edi. To'xtagan joyimni qaranglar. Mana yerda bordyur bor. Mana turibdi. Mana yerdan shunday kirdimda, mana shu tepalab turib, orqa bilan bunday qaytib oldim sekin yo'lda bu chekasiga. Probka вообще slishkim bo'lyapti. Xullas, men mashinasiga telefon qildimda, bosdim knopkasini. Men keldim desam, yaxshi, hozir ochamiz dedi. Bundan keyingi Nijniyda yukimga telefon qilsam, u 2 ta palet edi, mana shu yerga bemalol sig'adi, bo'sh pashli bemalol sig'adigan joy. U aytayapti, dushanba tayyor bo'ladi deyapti. Bugun payshanba, juma, shanba, yakshanba kutish kerak 3 kundan oshig'i. Hozir boshqa yuk istayapmiz. Mo'j bitta yuk chiqib qoldi, 375 ekan uzunligi. Menda joyi yo'q 375. Shunga o'ylanib turibman, kak ili boshqa yuk chiqib qolsa, yuklab Moskvani o'zdan olib ketaman. Agar chiqmasa bugun erta iloji yo'q, dushanba kungacha kutaman. Nijniy Novgorodga borib 500 km, 600 km yurish kerak Moskvadan. Mana shu yuk ekan bitta. Biziz shunaqada jigarlar, sekundiga bir nimalar o'zgarib ketib qolishi mumkin. Xullas, hozir Podolskiyda oshnam ishlaydi. Shu oshnam yoniga borib, bundan oldin yuklagan yuklarimni hammasini orqaga surib, paryadga qildirib 375 joy chiqarmoqchiman. Lizbe Moskvani o'zidan to'lib, ertagani o'zida qaytib ketishga harakat qilib ko'raman. Oshnam hozir Podolskda ishlaydi. Shu oshnam yoniga ketyapman, yordamlashib chiqarishib qo'yadi yuklarimni. Sinfdoshim o'zim O'zbekistondagi yaqin oshnam. Podolskiy trassasi M2 mi shunaqa bo'lishi kerak. Xullas, bu yerda 2 ta, 3 ta palasi, nariga nimada 4 ta palasi. Uje hozir 4 ta bo'lsa 3 ta, 7 ta palasi ketyapti. Mana shu yo'l bir tarafi ketishdi. Qaysi bittasi Podolskiyga kirib ketadi, CS qilib haligi xuddi bu yer hali dublyor bor, shunaqa narsada. Kiradigan kirib ketadi shaharning ichiga, chiqqan chiqib mana yoqqa bu palasaga o'tib ketadi. Hozir men ham shu yerdan palasaga o'tib olaman. Dalnabo'shlik faqat minishdan iborat emas, jigarlar shunaqa narsalarni hisob kitobini olib, vaqti kelsa mana og'ir mehnat ham qilinadi. Hozir oshnam moshlar o'tiribdi, kameraga tushishdan uyaladi, YouTube'ga syomka qilishni biladi. Shunga. Xullas, mana yerdan hozir o'sha 2 ta yukka 1.85 shu, bu yog'i 3.75 ga joy oldim. 390 joy bor uzunasiga, bu yog'iga 1.85 joy bor. Daji 10 sm dan ikkala tarafdan oshiqchasi bilan. Ertaga xudo xolasa Mitishidan shu yukni yuklayman 2 tani. Shu bilan nasib qilsa yo'lga chiqaman Moskvani o'zidan O'zbekistonga qarab. Inshaalloh. Endi oshsam sekin uyiga tashab qo'yaman ketishda. Keyin dalsha o'zim Mitishiga qarab yurishni boshlayman. Yuklarni yig'ishtirib MKADga tushib oldim. Soat 20 ta kam 1 bo'ldi. Kechasida mashina kam, hech kim yo'q, почти. Впереди камера на разметку. Na probka bor, na boshqa narsa bor, maza qilib ketyapman. Mitishiga ham kirib keldim. 4-5 km qoldi manzilimgacha.
Manzilimga agar hozir zagruzka bo'ladigan joyi kirgizmasa, yon atrofda to'xtaydigan joyi ozgina sarson bo'lamiz ekan. Yo, navigatorda ko'rinmadimi, bilmadim, har qalay. Juda tor joylar edi. O'sha aytganimdek, normalniy to'xtashga joyi yo'q. Yo'l bitta palasa, yo'l to'sib qo'yaman. Bitta joy istashim kerak shu o'rtadan. Yana ozgina o'ng tarafda yo'q ekan. Bu tarafga qarab yurib ko'raman. Mana yerda zinak bor, lekin men qo'yib to'xtab bemalol. Zagruzka bo'ladigan joy mana shu joy ekan. Ular bu yerda parkovka yo'q, mana mashinani mana yerga qo'yapti. Hozir shuni orqasiga qo'yib ko'raman. Nariga Kamaz orqasiga qo'yib ko'raman. Balonlar silishkim eshilib ketdi o'ziga. Qaranglar, boshqa joy yo'q. Ilojim qolmadi boshqa. Hozircha men masjidga joylashtirdim, endi orqani bir qator tekshirib ko'rib chiqishim kerak. O'zi biron marta o'g'irlik bo'lmagan, lekin mashq qilib solib qo'ymoqchiman. Chunki bilib bo'lmaydi baribir. Ilindi. Tak mashina normalniy turibdi, lekin joy. Shunday qilib joylashtirib oldim mashinani. Endi 2-3 soatdan keyin bu yerga zagruzkaga kiraman. Xudo xolisa, ertaga obedlarni yuklab yo'lga chiqaveramiz. Yana bitta kunni boshlab oldim. Xullas shunaqa propusк bilan ichkariga kirib oldimda. Endi mashinani zagruzka bo'ladigan joyga qo'yishim kerak. Yukni yuklaymanda. Ozroq dokumentini kutaman ekan. Chunki deklaratsiyalari tayyor bo'lar ekan hali. Kecha bo'lmasam berib qo'yilgan edi polniy dokumentlar. Mana yerga qo'yib bersam, xullas orqa bilan burib kelasan, naryoqda yo'l bor deyapti. Oldingni chiqib ketish tarafga qarab qo'yib qo'ysang, yuklab bir yo'lga chiqib ketaverasan deyapti. Давай, чуть-чуть еще. Все. Hadi. Dokumentlarni srazu berdi-da. Hali mashinani orqasini yopishga ham uspet qilmadim. Endi yo'lga chiqamiz. Navigator ishlamayapti. Mikatga tushib ketishim kerak. Orqamda bitta Mercedes kelyapti. Qaysi tarafga ketyapsan desam, Mikatga tushib ketyapman dedi. Shuni nima qilib, ratsiyadan aytib birga tushib ketyapman. Mana shu yerda Mikatga tushish. Mana probka bo'lyapti ekan вообще. Yomg'ir shunaqa quyib yubordi, jigarlar Lyubersiga yetib keldim. Вообще quyib yubordi. Даже ukazatorlarda ham осторожно orala masofani saqlang, galilot bo'lishi mumkin. Shunaqa gaplarni yozib chiqishni boshlashdi. Qaranglar. Va kameraga yetkazib beryaptimi? Yer polniy suv, baland suv bo'lib yotibdi. Mana shu yerda o'zbek akamiz bor. Shu akadan dizel olamiz. Har doim ham ovqat qilishga желание bo'lmaydi, chunki yo'lda yuramiz, boshqa qilamiz. Chunki mana tez tayyor bo'ladigan ovqatlar bor, shunaqa narsalardan olganman. Hozir shunday choy ichaman-da, srazu qarab ketaman shun bilan. Уже birga bo'lib ketadi. Soat 5 bo'lyapti Moskva vaqti bilan. Rizanga yaqinlashganimda shu ikkita palasali tor yo'lda avariya bo'libdi. Shunga вообще probka 4 kilometrga ham 48 minutni 49 minut atrofida ko'rsatyapti-da. İstediğiniz gibi bir olamaz. Mana shu yerdagi avariyaga voyenniy mashina ekan, qanchadir ham turdiydi, yonboshlab qo'yib qo'ygan ekan men yo'lga. Miyamda ming xil xayol bor. Ba'ziga payt kamerani yoqib zo'r narsalar o'tib ketib qolyapti. Ular akalar hozir men kalitni bekitib ochganimda ABS degan yozuv yonib qoladi. Bu eski, uni remont qilib ABSlarni o'chirtirganman. Prosta kompyuterda o'chmagan. Mana yerda lampochka ham kuygan, uni ham chekib turib turadi. Bunday kalitni ochganimda
yonib chiqib qoladi. Shuni mana gai tekshirib transportning rizandagi hozir ABS bor, xullas evakuator chaqirdim, ne perejivay, bu narsalar deb 1 soatdan osha ushab turdi-da shu yerda. Oxiri minus 3200 rublga tushib yo'lga chiqdim mana 5 minut bo'ldi. Shu moment umuman syomka qilish, chasta oldida turish boshqa narsa esa kelmadi. Chunki nalishniy pulim 2000 mi, 2500 nalishniy pulim bor edi xolos. Unamadi u pulni bersam. Keyin karta tashab beraman desam, qo'rqdi kartadan olgani. Shunaqa bo'lib, bitta o'zbek moshdan to'xtatib, kartasiga tashab, o'zimga nalishniy berib, shunaqa qilib bir narsa qilib chiqib oldim. Shunaqa narsalarni gapirishim kerak, chunki ko'pchilik shofer bo'lmoqchi, boshqa bo'lmoqchi, qiziqadi, mana shunaqa minus taraflarini ko'rmaydi. Hozir yo'l polniy qor deyapti. Mana u yomg'ir yog'yaptimi? Sahar kechasi 12-1 ga borib, galalyot bo'lib qolishi mumkin, havo minusga tushib. O'sha bundan bu yog'i qor ekan, polniy Penzagacha qor ko'rsatyapti hozirgi payt. Endi yomg'ir yog'ib turibdi. Balkim jiddiy yurishimga qor boshlanar yana. Mayda qor yog'ishni boshlayapti. O'sha Penzaga 220-230 km atrofida qoldi. Hozir O'zbekistonlik akadan ratsiyada so'rasam, Penza taraflab polniy qor ekan. Dar yog'yapti-kan. Hozir pagodaga qarasam, pagoda ham ertalabgacha qor ko'rsatyapti. Mana ko'rinadimi, ko'rinmaydimi? Yaqinlashtirsam qor yog'yapti. Bir chekkadan yon boshlatib sanayapti-yu aka ham. O, transportni kontrol turibdi. Может, ichkariga anolarning shtrafini yozgani kirib ketgandir. Bor ekan, prosta ulgurmadi. Chiqqani. Endi o'chirib qo'yamiz. Тепло для грузовиков. Xullas Penzadan chiqib oldim-da, bir qator moshlarni tekshirib, bu yoq Penzaga kirib ketish, bu yoq chiqish. Xullas, mana magazindan suv olib chiqaman-da, dal shu yo'limda davom etaman. O'zi asli shunaqa payt rosa uyqu kelib yurgan paytda energetika emas, mana shunaqa suv ichish kerakmikin deb o'ylayman. Chunki shu payt shu energetikaning zarari ko'proq bilintiradimi? Rosa uyqu kelgan paytda. Shuning uchun ichsam ham obed paytida ovqatdan keyin ichishim mumkin. Lekin atak yo'lda yurganda juda kam ichaman. Havo top-toza, kecha normalniy qor yog'gan shekilli betdi. Hozir xudo xolasa yana 240-250 km yursam yana bitta besavod kontrol bor Sizrandagi. Bir yo'la shundan o'tib dam olaman. Mo'j uyqum kelmasa, dash yurib chegaraga borib qo'yaman granitsaga. Ertalab soat 5 da to'xtaganim jigarlar vobshe qor kupillab ketibdi. Dashi va yo'llargacha qor bo'lib ketgan. Moshlarning baloni aylanib, bir narsa qilib ketyapti. O, qor vobshe. Xullas, muzlab qo'ygan, neza merzaga qo'yganimdan keyin ham muzlab qoldi babi. Suv sachmayapti umuman. Beş minutga tushganimni bilaman, qattiq qoldim o'zi ham shunaqa sovuq. Saprabcha qilib darsh yo'lda yurish kerak. Mana shu yerdan hozir 100 litr sararkani qo'yaman-da, dal shu yo'lda yurib ketaman. Xudo xolasa. Menda bitta yomon tarafi bor, qachon mashina normalni yurib qizimaguncha pechkasi issiq haydamaydi. Shunaqa holat bo'lyapti hozir. Xullas tushib chiqdim-da, muzlab qolibdi. Mana uni teshiklik kiradigan joyiga qor to'lib, ichi muzlab qo'ygan, mana tushmadi. Hozir bunga aytdim. Garach suv beradi issiq. Sirazi kelgan. Kamiga mana u ham suv sochmayapti-da umuman. Hamma yo'qni hal qilib chiqqanimda endi laboy o'ylantiryapti. Xullas, laboy muzlab qolyapti. No, nimaniki pakovoydiki ishlayapti. Laboy muzlab qolyapti. Har tomonlama zarba bo'lyapti. Jigarlar spust kelib qolsa pishda hamma yo'q. Mana shunaqa sekin yuribman. 40 tezlikda
gornilarni o'chirib olganman. Qor silishkim ko'p, juda ham muzday. Toyib ketyapti, salgina gaz bossam, hozirdan spust keladi narmandan, ehtiyot bo'lib tushib olish kerak. Narigilar ham sekin yuribdi, men ham sekin yuribman. Bunda iloji boricha shu uzoqni orientarini olib, hisob kitobini olib, dal shu oldida hech kim yo'qmi, bormi, shuni hisob kitobini olib yurish kerak. Chunki yo'lda ham, Rizanda ham juda ko'p ko'rdim. Videoga olishga uspet qilmadim, mashinalar yotganini qaychi bo'lib qoladi, prinsipimiz ishlamay, o'shamaydi bizni maksimalni ehtiyot bo'lish kerak. Voy, prinsip top ketib qolyapti. Xullas orqa shabada bo'lib, daraxt oldiga kirib olaylik, salom. O'tib olamiz. Qattiq shabada bilan bo'lyapti qor. Ajigarlar уже boshlanibdi. Yengil mashinasi ham, katta mashinasi ham. Maksimalniy потихоньку deydi. Ratsiyada shunaqa deyapti. Asta sekin, kallaga asta sekin deydi. Sizrandan oldin Ulyanovskiy yo'lisiga kirib keldim. Havo lekin o'sha mana shu eshikni bu taraflaridan sovuq shunaqa kiryapti. Pechkani laboga qaratib qo'ydim. В 10 километров в час будешь ехать или что? Ну ты впереди колонне, скажи, что что не едем, блин. Xullas, bu hozir yurgan yo'limiz ishtim emas. Прости, брату. Oldinda spusk padyom kelyapti. Xullas shuni reshatkala bir narsalar deyishyapti. Kattaroq spusk padyom, mana spuskka tushib ketamiz deysiz, sразу padyomga. Bitta tushaylik deyapti bittasi shoshilmaylik, ana krasniy bellik bor oldida, shuni o'tkazib yuboraylik deyishyapti xullas. Mashina shunaqa sekin yuradi, u krasniy bellikniki. Tezlikdan o'tmasdan men bashi bir xilda o'sha oldimda tushib ketyapman. Ozgina tormoz bosib. Давайте, спасайте нас. Мам, подожди, мам. Не, просто прижимаешься, просто. Ну, делайте дело. Отбойники, пиздец. Zачем это man подождите deyapti bu? Man bitta В подъеме залипли, куда вы идете? Неспокойно, удачи тебе, все нормально будет. Бог даст. Мара, может тоже не торопиться, у вас тоже на подъеме стала машина. spusk padyom bu yog'i mashinalar ontalib ketgan deyapti, yana bir narsa deyapti, tushunmadim xullas. Мара, ребят, не торопитесь, у вас тоже машина не поднялась. O tepada mashinalar chiqa olmayapti. Не мучайся, за этого ПДМ поставлю, сейчас подсыпите, поедешь. Xavfli joylarda to'g'ri syomka qila olmayapman. Yana 300 km, 200 km shunaqa pagoda deyapti. Yer shunaqa qor, hamma yoq ishkalyapti. Tim bo'li anaqada spusk padyom shunaqa ko'p joy, mana shu Penzadan Samaraga qaytishdagi manaqa pastli, balandli juda ko'p. Hozirgi joydan zo'riq o'tib oldim. Bitta mashina turib qo'ygan ekan bunaqasiga qarab. Ползет, все нас. Так что нормальненько поднимитесь, ребята. Я сам, блядь, боюсь тоже, блядь. Стой! Блядь, заебал. Давай, обгони, Ситрак. Ты все уже, 40, обгони тебя, блядь. Но ебать, надо было ехать нахуй. Бля, я теперь вообще нахуй шлифую. Тогда потихоньку едешь. Abada qattiq Да bo'lyapti. ну, блядь, сейчас хуйня, он сейчас на подъезд заезжай, он вытряхнешь нахуй. Shabada qattiq bo'lyapti, jigarlar silishkim. U mana mashina ketyapti-da orqasi. 10 tonna yukim bor xolos edi. Ana yerda bitta mashina 10 tallab ham ketibdi dash. Voy, blядь. Sal qolishga oz qoldi o'zi ham. Pastga tushib chiqdi nariyog'im. Ahvol juda chatoq. Ahvol juda chatoq. Hozir bironta kemping bo'lsa
chiqib shu yerda damda olaman to'xtab. Chunki men Shabada pritsepim olib ketib qolyapti yukim yengilligini hisobiga. Oxiri yo'l yopildi akalar. Mana shu yerda qoldik. Yo'lda yopib qo'yishdi fonni. Уже mana Shabada bo'lib ketdi. Silishga mana moshsani shunaqasiga, pritsepni shunaqasiga bu tarafga tortyapti-da. Gaz bosib, ozgina gaz bossam keyin to'g'irlanyapti. Tezroq yuray desam yo'l ko'rinmayapti. Xullas vobshe. O, yopildi. Mana asfalt yaqindan ko'rinishi. Sig'ani ko'rsatib bering. Mana. Mana. Shabada vobshe bo'lyapti. Qaranglar. Voy, bilet. Eshikni yopib bo'lmayapti. Bilet. To'g'risi oldin hech ham bunaqa galalyotda bunaqa qorda yurmaganman. Birinchi marta yurishim. Furaga chiqqandan beri, undan oldin ham даже samasval boshqa narsalarda ham yurmaganman. Nimagadir qiyin deb ham tuyulmayapti yoki boshqa deb ham tuyulmayapti. Prosta xavfli. Bu strashno juda. Hozir oldimizda kattaroq podiyom bor ekan, shu joyda xullas umuman mashina chiqa olmayapti, ichkasi mashinalar. Shunga to'xtab turibmiz ekan. Hozircha. Ozgina yuryapmiz, lekin men mashinada ham skoroskga olaman-da. Ichcha yurib qo'yish kerak bo'lsa, mana qaranglar. Ichcha yurmoqchiman. Toyib ketyapti mashina. Ha. Трещин поднимается. Tozalagani bilinmayapti, sezilmayapti. Yana bitta muammo ko'paydi. Havo to'plamayapti. Xullas, flagodiletilmi shunaqa narsa muzlab qo'ygan pastdan. Nima qilishni bilmayapman. Havo muzlab qo'ygan, tormoz ushlab qo'ygan. Qancha? Hozir ozroq suv quydim, ishladi. Endi umuman mashinani o'chirmashim kerak ekanmish. Mashinani o'chirsam muzlab qolyapti ekan. Yo'lda sekin o'tishdi. Mana shu yerda podiyom bor ekan, o tepada. Shu yerga shuni hisobiga. Hech qancha yurmasdan yana to'xtadik. Приехали, все. Смотрю, у тебя на пенсу сейчас красненькая Жигуленок пройдет вишневый. Попробуй чуть-чуть зад сдать. Bilmadim yana qancha davom etar ekan, lekin men juda zerikdim. Bunaqa 1 kilometr yurib, dam olib 1 soat to'xtab, shuna vashi zerikdim. Hozir soat bizda 17:mi, 3dan 55 minut to'g'ri bo'libdi pashti. Yana 1-2 soat shunaqa qilib, sabr qilib yurib tursam, Samaraga biron joyga borib olib dam olaman. O'zi Talyatiga borib, Volga daryosidan kelgan yo'llar tekis bo'lsa kerak, ikkita palasali shahar joylar tozalab borar deb o'yladim, lekin hozir ratsida bitta o'zbekdan so'rasam, u yoq ham bundan bettar bo'lib yotibdi, deyapti. Unda sekin damda olamiz-da. Chegaragacha bir 2-3 kunda shunaqa qilib yetib olsam kerak. Bu taraf ham xuddi bizga o'xshab o'chirtda spustga chiqishda qarab kutib o'tirishibdi. А мы коллективно будем стоять. Gapimga qo'shib qo'ydik, kollektivni. Да, и без разницы, кому ты там говоришь, на. Даже через рацию, блядь, геморрой вылетит нахуй сейчас. Shaboda qattiqlashib ketdi, shamol. Nima qilsam ekan? O'zbeklar keldi bu yerga mana. Jigulovskiy Talyatiga kirib kelyapman. Bu yerda kattaroq spust bor. Shu yerdan tushib olsam, u yog'i yaxshidir yo'llar, chunki ikkita palasali. Juda diviziyani ko'p bo'ladigan yo'l, balki tozalab qo'ygandir. Endi qor eriyaptimi? Yo'ldagi qor eriyapti. Atak uni ustida, men qorani ustida muz bor. Quribdi deb bosib bo'lmaydi. Shuning uchun spokojniy ketyapman. Lavoyimga suv chachmayapti umuman. Umuman bilmaganlar uchun bu narsani tushuntiraman. Qaranglar, mashinani pritsepi bor, galava bor. Galava
Mana shu pritsep ushlab ketadi. Pritsepni o'ngga chapga ketishini hech qanaqa narsa ushlamaydi. Agar kabinada retardot oltirsa, kabinani o'zi orqaga tortadi, mashinani dimlaydi. Ammo u pritsep quruq o'zi qolib ketadi, u yoqqa bu yoqqa ketib qoladi. Tormoz bossa, siyg'anib ketish xavfi juda kuchli. ABS yaxshi ishlash kerak. Shunaqa atak dali. Xullas, nimaga furalar qiynaladi? Qorda yo boshqada deydiganlar uchun. Xavfli, juda xavfli и страшный. Ko'ryapsizlarmi, mana hech nima yo'q. Quruqlik. Hamma yo'q ho'l. Потом dальше yo'lda davom etamiz. Balonim tutagandek bo'ldi, chunki ko'p tormoz bosib yubordim. Men shunga sразу to'xtab tekshirib qo'yapman. Sekin tushib, Volga daryosining ustidan o'tib ketyapman. Yana nimadir bo'ldi, avariya bo'ldi deyapti, men kamerada yo'l yo'q, to'silgan deyapti. Vo, siyg'anyapti, ko'ringlar. Voy billahi, sal qoldi. 3 kilometr oldinda cho'la palasi yana to'silib, ikkita fura ishtirokida avariya bo'ldi. Xullas, tank orqali ABS qilib o'tyapmiz. Ruschani tushunyapman, lekin javob qaytara olmayapman. Tushunganim uchun yuryapman. Езжайте через стоянку. Это прям... Alekseyevkaga 40 kilometr atrofida qoldi. Yana to'xtadik. Nimadir bo'lgan oldinda. Bu yog'i Alekseyevkaga borib olsam dam olaman, xudo xolos shu yerda. Dizelni olib bir yo'li. Gay bilan mashina endi o'tib ketyapti. Xullas 3,5 soat deganda chiqib keldik. Soat 10 bo'ldi. Hali joyda probkadan Alekseyevkaga kelib qoldim. Xudo xolasa. Mana Samaradagi juda ko'pchilik biladigan katta, zo'r deydigan, o'zi menga yoqmaydi-yu. Alekseyevkadagi stankalar, bittasi chap qo'lda, bittasi o'ng qo'lda. Yomg'irda вообще loy bo'ladi, qishda nima bo'lar ekan? Mana endi kirib ko'ryapman. Biladi, orqam bilan qaramay qolibman. Shu yerda oshxonalar bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta 9 ta oshxona bor ekan, o'zbek oshxona. Udobstvolar zo'r, ta'mlari ham zo'r. Shu yerda choy ichib, dakansa yana bir 100 kilometr yursam dam olamiz. Choyni ichib chiqdimda, shu yaqin o'rtada zapravka bor. Shu zapravkadan dizel olib ko'raman, yoki shu yerda dam olaman, o'sha yerda yoki dalshi yuraman. Ob-havoga qarayman, undan bundan ratsiyadan so'rab keyin bir nima qilaman. Chunki hozir yana 450-500 kilometrdan keyin bitta sherigim bor. Avtonomkasi ishlamasdan yotibdi. Mo'jid shuni oldiga borarman. Yordam bergan. Avtonomkasi ishlamayapti, sovuqda qolgan. Yo, yura olmaydi yoki boshqa qila olmaydi. Chunki chegaraga yaqin kelib qoldi-da, o'sha yurgani bilan hech nima qilib bermaydi. Zapravkaga kelib oldim. Havo -5 deganlar. To'g'risi yurgim ham kelyapti bir tomondan yurgim ham kelmayapti. Tak mana shu yerdaman. Rossiyadagi oxirgi zapravkamni qo'yibman. 35 ming rubllik dizel qo'yibman. Xolos, bor pulim. Bundan tashqari lishni 2000 nalishni olaman o'zimga. Chegaraga yetib borishga, unga bunga kerak bo'lib qolishi mumkin. Havo nerealniy sovuq. O'sha tikkandan keyin hisob kitob ko'rdim yurgan kilometrimni. Ertalabdan beri 275 kilometr yurib kelibman, shu ertalabdan beri. Даже men unaqa paytda, unaqa vaqt ichida 1300, 1200 kilometr, 1000 kilometrga yaqin yurib qo'yardim. Nimagadir havo sovuq, yo'l ummadi, yana ishlab bir narsa bo'ldi, boshqa bo'ldi. Hozir mashina kam, moshinamni o'chirib bu yerda qoladigan bo'lsam, ertalab juda ko'p joy ishlamay qolishi mumkin. Sababi ana vozdux to'plamasdan, avtonomkam muzlab, yana bir narsalar ish ko'rsatmasin deb hozir yurib chegaraga borib qo'yaman, happy.
Oh, ishoninglar, yuzim muzlab qoldi, yuzim. Havo -11 ga tushib ketibdi. Endi vakansiya yo'lda davom etaman. Qancha bo'lsa ham yurib qo'yishim kerak, maksimalni sekin 40-30 tezlikda bo'lsa ham yurishim kerak, chunki to'xtadim, hamma yo'g'im ishkal bo'lib ketadi bu yerda. Ertaman tursam unim kuygan, bunim muzlagan, unim bunaqa bo'lgan. Ertalab даже nariyada yurgizganimdan beri hisob kitob qilsam bir marta ham o'chirmabman umuman. Hozir oshxonaga kirganda o'chirdim ozgina vaqtga. 2 minutda choy ichib chiqdim. Bismillahirrohmanirrohim. Hech qancha yurmadim, bir Там, ребят, на Самар не пускают, нет, что там, убрали фуру? kilometr yurdim, yana boshlandi. Hech kim yo'q edi, shu paytgacha oldimda ham, orqamda ham mashina yo'q edi. Mashina kelib nimadir bo'ldi. Uje bu bugun ko'rgan bir 15-avariyam bo'lsa kerak. Нет старости. Mashina meni abgon qilib o'tib ketgan edi. Eshityapsizlarmi? Uje mashinani qayerdandir ovoz chiqyapti. Yana bir kun o'tdi. Xayrli tong bizga. Kechagi oxirgi probkadan keyin Jichananderoda bo'lgan masjidga kelib to'xtadim. Chunki u yog'iga yurib olmaydigan bo'lib ketdi, yo'llarda avariyalar, yana boshqalar. Shamol qattiq bo'layotdi ekan, shunga kunduz yuraman dedimda to'xtadim. Mana o'zbek mashina keldi, sim kartasi ishlamayotgan ekan, uyg'otib telefonimdan foydalanib oldi. Akani aytishi bo'yicha kecha kuni obedlarda yo'lga chiqib 400 kilometrda hozir to'xtamasdan, uxlamasdan hozir yurib ketdi. Bu ahvol silishkim yomon. Shunga kunduz yuraman deb turib, endi xudo xolasa yo'lga chiqaman. Yo'llar juda yomon, даже umuman tozalashmagan, qalin. Kecha kechqurun kompressorimdan ovoz chiqayotgan edi, shu ovoz yana paydo bo'lib qoldi. Havo to'plaganda 12 ga chiqqanda chiqyapti-da, havo tashaganda yo'qolib qolyapti. Chunki muzlab qoldi havo yo'li. Kecha gaplashsam strashniy narsa emas deyishgan edi, majbur yuryapman. Kompressor havo yo'l tarafdan mana shunaqa ovoz chiqyapti. Meni mashinamda havo 8, ana zapravkani yonidagi termometrimi havo o'lchadiganda 11 turibdi minus. Shabada bo'lyapti qattiq. Вообще sovuq. Hozir kabinani ozgina ko'tarib ko'rmoqchiman. Yo'lda ham hech kim yo'q. Kecha havo -5, -6 bo'lib turgan joydan bugun -11, -12 ga chiqib qoldi. Juda silishgan sovuq bo'lib ketgan. Eshik yopiq bo'lsa ham mana yerdan shunaqa shabada uryapti, mana shu oralaridan. Tushunmayapti. Hozir o'chirib turib, qaytadan yurgizib ko'rmoqchiman, bir pas turib. Ko'ramiz qani. Chiganlar o'chirib yurgizdim, ham yurib bo'lmadi, foydasi mana shunaqa sharaqlab havo to'plamay turib oldi. Nima deymiz endi, Alloh bitta sinov yuborgan ekan. Mashinistdan ham o'tib olsa, xudo xolasa salomon. Bir gap bo'lar. Qo'llar muzlab qolyapti даже. Hech kim yo'q. Kungacha bo'rondan shunaqa bo'lib ketdi. Hamma yog'im avtonomkani yoqdimda. Shu yerda dam olib turamiz. Hamma narsani vaqt ko'rsatadi. Qancha dam olishimni bilmayman. Shu telefonda reshat qilib hamma yo'qni hal qilib turaman. Baxtimga avtonomkam ishlayapti ish qilib. Bo'ron qattiq bo'lib ketyapti, juda. Hozir bitta o'zbekistonlik usta bilan gaplashdim. U aytdiki, kompressorda ana vozdux filtridan kompressorga ketgan truba bor dedi, trubka bor dedi. Shuni ushab ko'r dedi, muzlagan bo'lsa dedi, bo'shatib turib, ichiga dedi salarka qo'yib qo'yish kerak ozgina dedi. Hozir qani bo'shatib turib, kabinani ozroq ko'tarib shunaqa qilib ko'raman. Sovqatsam avtonomkani yoqib qo'ydim. Sirazi mashinaga chiqib isinib yana qilaman-da, chunki bo'ron juda qattiq shabada bo'lyapti. -14 o'ziga chidash oson, shabada bilan kelganiga jicha qiyin bo'lyapti to'g'risi. Qani bitta harakat qilib ko'ramiz.
Oradan 4 soat vaqt o'tdi. Hozir soat obeddan keyingi 2 bo'ldi. Mashina kelib, orqaga yurib kelyapti. Nimaga kelyapti bilmadim. Может, buksiri bordir. Xullas, hozir kompressorga spirt quyib ko'ryapmiz. Moshinani tashab, bu aka bilan spirt olgani yoki jidkis olgani ketyapman. Olib kelib keyin bir narsa bo'ladi. Qorni qaranglar, qalinligini mana. Hozirgi aka bilan magazinga borib shuni olib keldim. Antigel для dizelniy toplivo deb yozib qo'yibdi. Xullas, mashina quyib ko'rmoqchiman. Jidkiska o'xshagan narsada bu ham kompressor ichiga. Hamma yoq qildim, o'zgarish bo'lmadi. Uje qorong'i tushdi. Havo -18, -19 ga tushib ketyapti, lekin shabada yo'q bo'ldi. Endi nima qilaman? Bitta evakuator chaqiray desam 70 ming rubl deyapti. 70 ming rublga O'zbekistonda chakana narsa qilsa bo'ladimi mashinani? Xullas shunaqa, qani vaqt ko'rsatadi. Faqat hech qayerga shoshilmayapman. Videoni davomini keyingi videoda ko'rasizlar. Xudo xolasa bu qismi tugadi, chunki videomiz juda cho'zilib ketdi. Chunki muammo problemasi ko'payib ketib qoladi qo'yishda. Shuning uchun hammalarga yaxshi kayfiyat akalar, keyingi videoda xudo xolasa ko'rishguncha.